Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuni seshanba 3-iyun 2025-yil. Hurmatli obunachilar, biz bugun sizlarga Xudo xolasa zotli naslga, Xudo xolasa sut yo'nalishiga, echkilarimizga ma'lumotlarni beramiz. Bu yerda sotilaydigani bor, sotilmaydigani bor va shularni ma'lumotlarni beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Inshaalloh chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Tekstilda oldidan o'zimizning xonadondan echkilarimizni ko'rsatamiz. Akalar, kasalni davolagandan kasalni oldini olgan yaxshi. Shu sababdan hali kasal bo'lguncha echki oqtarmasdan ham biz o'shaning uchun oldindan olib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Arzon varianti uchrab qoldi, bosib oladigan joy. Hurmatli obunachilar, xo'p, bo'lmasa bularni videoda cho'zmaymiz, ma'lumotlarni berishga o'taman. Birinchida turgan echkimiz 4 yoshda. Hozirda bu echkimiz 1,5 litr 2 litr oralig'ida sut beryapti. Bizda berayotgan suti. Bularimiz sotuvda bas. Xo'p, bunimiz zoti Zane echki, Avstriyaning Zane vodiysi yetishtirilgan echkisidan o'sha Zane'ni o'zimizning xonaki echkilar, yerda Avstriyaning xonaki echkilaridan bo'ladi. Akalar, bitta tishlarni ko'rsatib beraylik mana. Olib keling, tushunganlarga. Mana. 4 yoshda, hurmatli obunachilar, mana. Yilinlarini, tomlarini bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi mana. Mana. Xo'p, bu echkimizni enasi 5 litrgacha sut bergan, 5 litrgacha. Buni enasi hozir ham dehqon akamizda turadi. Bu echkimiz o'zi birinchi bolalarini olib qopdilar, ikkinchi bolalari bilan menga sotdilar. Mana ikkinchi bolalari mana bo'ladi. Egizak, ikkovi ham qiz, ikkovi ham so'liqcha. Mana 1 yil atrofida. Xo'p, do'stlar, bunimizni narxi 400 dollar, ozgina qimmatga xayrga o'tib beramiz. Telefon qilsalaring narxini kelishaveramiz, yana oz-moz kelib ko'rib tevasiz olsalar, xudo xolasa yaxshi ish bitadi. Xo'p, bularimiz endi hammasi sut yo'nalishda. Bunisi yeb ichish garantiya beriladi. Shunisini aytib beraylik. Sutiga qanaqa garantiya berasiz deganlarga telefon qilsalaring, realni oladiganlar ertalab qancha soqqanimizni, kech payt qancha soqqanimizni videosini xohlasalar prommo efirda, xohlasalar to'g'ridan-to'g'ri video qilib tashlab berilaveradi. Xo'p, bu echkilarimiz do'stlar, bularning bolalari sotiladi. Bularimiz Hindiston, Pokiston echkilari, Anglopiski. Bularimiz ikkovi egizak. Bular ikkovi egizak. Bular hozirda 2 litrdan sut beryapti. 1 litr sut beryapti. Bularimiz to'g'risi zot yo'nalishda olib kelganmiz. Buni enalari sotilmaydi. Buni enasi hozirda egalari bilan telefonlashdim. Hozirda egalari da turibdi buni enalari. 4 litr, 5 litr sut beryapti ekan. Hozirda issiq havoda. Qishda bularning echki suti yana ham ko'payadi. Bolalar uchun mana buni bolalari sotiladi mana. Bolalari enalaridan ham toza do'stlar. Takani bu palon pulliga qo'shilgan, zo'ri qo'shilgan. Bu ikkovi urg'ochi. Bu ikkovi urg'ochi, mo'nisi taka bittasini bolasi, bittasi bolasi ikkita urg'ochi mana, qiz, egizak. Bittasi bitta tuqqanagan, bittasi ikkita tuqqanagan, lekin enalari egizak, birinchi bolalari. Xo'p, bularning narxini xudo xolasa telefon qilsalaring bolalarni sotamiz, bolalarni kelishaveramiz, dastavkalarni qilib beraveramiz. 1,5 oylik beda, somon yeveradi. Kepay-mepay, xudo xolasa ishqivozi bo'lsa, zotga olaman deganlarga mana. Quloqlarini qaranglar. Maşalloh, juda go'zal. To'g'risi bu yerda turibdi mana. Bittasini olib ko'rsataveray. Mana. Xavf qilganlar bormi? Nevaramga, o'g'limga olib beraman deganingizni ham chiroyli narsa-da. Hali shuning uchun buni sut yo'nalishiga, u boshqa narsaga olmasangiz ham dekorativniy-da, dekorativniy echkilar. Ko'rsalaring, anaqalarga qo'yib qo'yishadi buni, hayvonot bog'lariga ham. Xudo xolasa akalar mana. Hindiston, Pokiston zotli echkilarimiz. Bular ota-bola enasi Hindistondan kelgan bu echkilarimiz, u qimmat pulga kelgan. Hozirda akalar biz buni yaxshi pulga oldik to'g'risi o'zimiz ham. O'shaning uchun bolalarni sotamiz, enalarni olib qolamiz deyapmiz, yana bola olish maqsadida. Bunimiz 400 dollar, buni telefon qilsalar kelishamiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bor. Vodiy bo'ylab mutlaqo bepul tarzda. Pastda nomerlar qoldiraman, o'zimning telefon raqamim, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa aloqaga chiqaveramiz akalar. Shunday videolarimiz ham tugaydi. Sizlar bilan Abdulloh Yoshadmin Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.